Gapiravering so'raykan. Gapirmay turamiz endi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo odam-ato va momoxonani jannatda yaratib turib, hamma yo'lda sizlarga muboh, ya'ni halol qildidan illo bitta daraxtga yaqinlashma uni mevasiga deb ogohlantirdi. Ya'ni shu daraxtga yaqinlashsang fatakuna minal zolimin, bas zolimlardan bo'lib qolasan dedi. Bu dunyoda men yo siz kimgadir zulm qilsangiz, bu zolim deb atalmaydi. Mana Qur'oni Karimda Alloh taolo bu dunyoni o'zida sinov dunyosida oxirati uchun ishlab o'zini jannatga qo'yolmagan odamni zolim deb atayapti. Ya'ni jannatda ham mana shu daraxtga yaqinlasang fatakuna minaz zolimin, o'z nafsiga zulm qiluvchilardan bo'lasan deb ogohlantirdi va odam xatoga kelib turib shayton alayhi la'na aytdiki, nima uchun bu daraxtning mevasidan ishni qaytardi bilasizlarmi? Agar bu mevadan yesalaringiz abad jannatda qolib ketasizlar va farishtaga aylanasizlar. Shunaqa bo'lmasliklari uchun men turib Alloh tomonidan yolg'on qasamlar ichgandan keyin odam otarining gapiga ishonadi. Chunki shayton u paytda farishtalarga dars bergan, azozda nomini olgan edi. Ya'ni ruscha qilib aytganda hammani davrasiga kelgan payti bo'lgan shayton. Keyinchalik o'sha nima bo'ldi? Allohga la'natiga uchradi, dargohdan quvildi va do'zaxlik tamg'asi bosildi amalan. Ana o'sha yerda nima deydi? Men deydi, o'sha bandalarning o'ng, chap, old, orqa tomonlaridan kelaman, vasvas qilaman. Faqat haq ochib qolyapti tepa, past. Alloh taolo o'sha farishtalarni yuborib, muhofaza farishtalarini